Xo'p, yuksalish maktablarining Yakkabog' filialida ajoyib bir manzarani guvohi bo'ldik. Ustoz, bu juda go'zal. Vijdon market bu. Kelasiz. Xo'p. Hammasidan narxi bor. 5000 so'm, 10000 so'm, daftarlar, ruchkalar 2000 so'mdan. Bu yerda sotuv yo'q. Ha. Kelib oladiganingizni olib, pultashga ko'rasan. Qaytaman topiladi. Zo'ra qaytib topiladi. Boya sizga gullar yasab bergan narsalari. Dadam yaqinda aytuvdi. Yevropada shunaqa bir dalillarda sotuvchisiz hali qulpmaylar kirib terib kirosini ko'rib. Kontent ham qilishdi u. Yo'l chetida turibdi. Bizda ham bor unaqa narsa buni. Mana maktabda. Qizig'i qarang, o'sha chet ellar hadeb maqtay bermasa o'zimizdan nima qidirib, o'zimizni ota-bobolar bilan shunaqa qilgan. Qarangda, mana ekspeditsiya kelgan-ku. Mustamlakachilar bosib kelishdan oldin. Buxoroda sarroflar bozori kirmaydi. Hozirgi tillar aytganda valechik. Butun umr davomida yiqqan, tergan tillolari tillafurushlar bo'lgan. Bitta azon aytsa deydi, ustiga shuni oq surtni o'rab tashab, qamishdan bo'lgan hozirgi zamonada jaliyni shuni tushirib ketaverar ekan deydi, jamoatga deydi. Butun bozor huvillab qoladi, bitta o'g'il kelib turib, birov tillasini o'g'irlamagan deydi. Videoni so'ngida o'qib olasiz o'zingiz uchun. Davom bor, to'xtang. Ha. Ben endi ben keling ha, boshdan qo'yaylik endi. Ha. Bizda hamma maktablarimizda qoida bor. Ha. Ko'rmaysiz. Umumiy bitta avrani olib qo'ying hazrat. Qani? Bu dizayn jihatdan eng bir boshqacha. Marhamat. Hurmatli kuzatuvchilar, bahramat bo'ling. Qashqadaryoda, Yakkabog'da bu maktab. O'rtoqlar, bu maktab bu. Ko'p holatlarda bunaqangi ko'rinishda katta masalan tezlik o'rtada oynali buni chiroyli narsa nima desiz? Bu oyoq kiyim almashtiradigan joy. Ay subhanalloh. Oyoq kiyim almashtirib ichkarida to'liq hali o'zlarini. Ko'chadan kiyib kelgan nimalar bilan emas. O'zidan alohida ichkari sketcheslari bor, o'sha top-toza narsalar yuriladi. Bu dargoh muqaddas dargoh. Juda go'zal. Gaplar, nazorat. Ta'lim va tarbiya birlashgan dargoh. Birinchi marta maktabimiz ichiga kirib turib aylanishgan bolalarni tanish. Maza qildingizmi, yoqdimi? Juda maza qildim. Salomat bo'ling. Rahmat.